106 temaga o'tamiz. Munirada turli 4 ta kimyo va 5 ta biologiya kitobi bor. Munira biologiya kitoblarini yonma-yon bo'lish sharti bilan shu yerda 9 dona kitob degan sharti xatorak ketgan. Ya'ni 9 dona kitob bo'lishi kerak. Sababi bu yerda 4 dona, bu yerda 5 dona kitob bo'lsa, jami 9 dona kitobni necha xil usulda joylashtirib biladi deb qo'ydi. Formula bor edi. P teng n plus 1 cos faktorial ko'paygan n faktorial. Shuni hisoblasak, yonma-yon turuvchilar soni kelib chiqadi. Ya'ni shunchalik usulda turishi. Bu n faktorial degani bu yonma-yon turishi zarur bo'lgan kitoblar soni. Bu yerda nima deb turibdi? Biologiya kitoblari yonma-yon turishi kerak dedi. Shunda biologiya kitoblari nechadan oladi? 5 dona biologiya kitob bor. Shuning uchun shu m o'rnuna 5 ni qo'yamiz va o'z-o'zidan n o'rnuna esa 4 ni qo'yamiz. Demak, p teng 4 plus 1 cos faktorial ko'paygan 5 faktorial. 4 ga birni qo'shsak 5 faktorial ko'paygan 5 faktorial. Buni o'zingiz hisoblab qo'yaverasizlar. Avtosalonda 12 ta Gentra, 4 ta Malibu va 3 ta Onix avtomashinasi mavjud. Avtosalon egasi Gentralarni yonma-yon turish sharti bilan bu 19 ta avtomobilni necha xil usulda joylashtirish mumkin? Demak, 19 dona avtomobil bor. Bizlarda Gentra yonma-yon turishi kerak. Ya'ni 12 dona Gentra yonma-yon turishi kerak. Bu formulamiz bo'yicha m ga tushadi. Demak, m deganimiz shunda 7 dona bo'ladi. P teng n plus 1 ko'paygan n faktorial. Shundan 8 faktorial ko'paygan 12 faktorial degan javob chiqar ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raqamlardan ularni takrorlamay tuzilgan 7 xonali sonlar ichida 2 va 5 raqamlar yonma-yon turadi. Nechama yonma-yon turishi mumkin deb qo'ydi. Demak, bizlarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bor. 2 va 5 yonma-yon turishi kerak. Demak, m deganimiz 2 bo'lib turibdi. Ya'ni 2 dona sonimiz yonma-yon turishi kerak. Keyin shunda n necha bo'ladi bizda? N deganimiz 5 dona bo'ladi. Sababi 5 dona raqam tashqarida qoladi. Shunda javob p teng n plus 1 cos faktorial ko'paygan n faktorial p teng n plus 1, ya'ni 6 faktorial ko'paygan 2 faktorial degan natija chiqadi. 1 dan 8 gacha raqamlarni ularni takrorlamay tuzilgan 8 xonali sonlar ichida 3 va 5 raqamlari yonma-yon turadiganlar nechta deb qo'ydi. Demak, 1 dan 8 gacha raqamlarni takrorlamay 8 xonali son tuzilganda 3 va 5 raqamlari yonma-yon turishi kerak. Demak, m teng, ya'ni 2 dona raqamimiz yonma-yon turadi. Demak, yonma-yon turuvchilar 2 dona, qolganlari esa 8 dan 2 ni ayirsak 6 dona. Formulani tashlasak 6 plus 1 ko'paygan 2 faktorial. Demak, 7 faktorial ko'paygan 2 faktorial degan natija chiqadi. Firdavsda 2 ta fizika, 4 ta matematika kitobi bor. Firdavs matematika kitoblarini yonma-yon bo'lish sharti bilan bu 6 kitobni jami necha xil usulda joylashtirish mumkin? Demak, yana formulani yozib olamiz. n plus 1 faktorial ko'paygan n faktorial. Sizlarga savol, shu yerda m necha bo'lib turibdi? Ya'ni yonma-yon turuvchilar necha dona bu yerda? Bu yerda matematika kitoblari yonma-yon turishi kerak, shuning uchun 4 bo'ladi m deganimiz. Yonma-yon turuvchilar soni. n deganimiz esa 2 bo'ladi. 2 plus 1 faktorial ko'paygan 4 faktorial. 3 faktorial ko'paygan 4 faktorial degan natija chiqadi.